Dada, çöçek anlayma, Mon çöçek etip Boludu balam, boludu. Ben sana çok hazırlam, Dilalet çöçeklerini koyup bere ya. Leynin valisi sayda yatkanda desek, bir keçede min kopup ak süt begen annesi. Ellelley, ballam ne. Assalamu alaykum omaklarim. Keşlikinler hayırlı olsun. Bugün ben sizlerge Fransiya çöçki uykudaki sahip camalını etip bereyim. Fransiya çöçki uykudaki sahip camal. Burunqi zamanda bir padşah ve onun xanışı ötken iken. Ular farzand yüzü görmegenlikten intayin qayg'urdi ekan. Farzand ko'rish arzusida har xil amallarni ishlatib beqibdi. Biroq hech qaysisining unumi bo'lmabdi. Kunlarning birida ularning arzusi amalga oshibdi. Xonish bir qiz tug'ibdi. Xushalliqqa cho'milgan podshoh bilan xonish bu qiz uchun tantanli cho'qindirish murosimi o'tkazib, butun mamlakatdagi barliq farizatlarni malikaning cho'qindirgan onasi bo'lishga taklif qilibdi. Murosimga 7 farizat kelib, malikaga o'z sovg'atlarini beribdi, yaxshi tilaklarini tilabdi. Biroq podshoh bilan xonish xilvat bir qal'ada turadigan yoshangan farizatni taklif qilishni unutib qolibdi. U sehrgarlikni biladigan bir jodugar ekan. Malikaning cho'qindirish murosimiga bu qeyri farizat o'zi kelibdi. U malikaning saganchukining qishig'i kelib, zaharxandlik bilan 16 yoshga kirgan chig'ingda qo'lingga bir tal urchuq mixi kirib ketib jiningdan ayrilasan debdi. U shu gapni qilib bo'libla ko'zdan g'oyib bo'libdi. Qeyri farizatning gapini anglab, podshoh bilan xonish ochiq yosh to'kibdi. Bu chaqda bir farizat saganchukning yeniga kelib, malikaga qarab nimalarnidir o'qibdi. Ondan podshoh va xonishga: "Aliylari, xonish, qizlari uning degandek o'lib ketmaydi. Rost gapni qilsam, mening da yiliqi jodugar mo'mayning sehriga taqobil turg'idek iqtidor yo'q. Vaqti kelganda malika 100 yil uxlaydi. 100 yildan keyin bir shahzoda uni uyqudan uyg'otadi" debdi. Qeyri farizat keltirdigan ofatdan imkonning barisi saqlanish uchun podshoh: Her qandaq adamның urchuq bilan yip egirishi manni qilinadi. Uyda urchuq saqlashig'imi bo'lmaydi. Xiloflik qilguvchilar birdek o'limga hukm qilinadi deb farmon chiqaribdi. Lekin malika 16 yoshga kirgan kuni qal'adagi uylarga kirib chiqib o'ynab yurib, bir mo'mayning urchuq yip egirayotganligini ko'rib qopdi. Malika bu ishga qiziqib, urchuqni amdil elishiga qo'liga sanjilib ketibdi-da, shu yerda yiqilib tushibdi. Qattiq xo'diqib ketgan mo'may malikani qutqizishni talab qilib tovlashga boshlabdi. Kishilar taraf-tarafdan yugurishib kelibdi. Ular malikaning yuziga sovuq suv chechibdi, yeshindirib olqiniga shapaloqlabdi. Yana chekisiga attir surkab yiqibdi. Lekin bularning hech qaysi malikaning hushiga keltirolmabdi. Podshoh farizatning bisharatini esiga elib, bu voqeadan saqlang'il bo'lmaydiganligini bilibdi. Shuning bilan u malikani o'rdidagi eng yosidoq uyga akirib, zariyibliq yopqish yepilgan karvatga yotqizib qo'yishni buyuribdi. Malika yanada farishtadek chiroyli bo'lib, nur chechib turgan qip-qizil yuzi va gilasdek o'maq lavlari odatdagi kunlardagiga butunlay o'xshash ekan. Garchi u ikki ko'zni yumib olgan bo'lsa-mu, nafsini aniq anglagan bo'ladi ekan. Bu uning o'lmaganligini bildirib turadi ekan.
Malika baxtsizlikka yo'liqqan chaqda uning hayotini qutuldirib, 100 yil uxlaydigan qilib qo'ygan yiliq oq ko'ngil Parizod 12 ming chaqirim yiroqlikdagi bir podshohlikda ekan. Yaltapan o'tib kelgan bir porpa bu xabarni Parizodga yetkazgan ekan. Parizod darhol qo'zg'alib, tulparlar qitilgan chiroyli mapiga tushib, 1 soatla o'rdiga yetib keldi. Padişah Parizodning oldiga chiqib, uni yo'lab mapidan tushiribdi. Parizod padişahga malik uchun hammani o'rinlashtiraman deb va'da beribdi. U malika uyg'ongandan keyin shuncha cho'ng o'rdida o'zining tanha qolganligini sezsa, cho'qim aloqsada bo'lib ketishi mumkin deb o'ylabdi. Shuning bilan u hassini padişah bilan xonishdan o'zga o'rdidagi har bir odamga amaldor, kenizak, mo'tvar, töre, g'o'jidor, oshpaz, yordamchi, bola malay, muhofizatchi, mulozim va chakarlarga takkizib chiqibdi. Parizodning hassining karomati bilan o'rdidagilarning hammasi shu hamon uyquga g'arq bo'libdi. Ocaq tuvida o't sinayotgan o'rmon kayligi va qirg'ovullarmi, hatto o'tmi uyquga ketibdi. Padişah bilan xonish malika bilan suyib xo'shlashib, o'rdidan ayrilibdi. Padişah har qanday odamning bu qal'aga yaqinlashi ma'ni qilinadi deb farmon chiqaribdi. Nurg'un yillar o'tibdi. Qal'a va qal'a atrofidagi dal-daraxtlar va tikanlik ozg'onlar o'sib va giralishib, odam va yovvoyi hayvonlar kirolmaydigan, faqat yiroqdan daraxtlar ichida cho'qchib turgan qal'a munorasining uchini ko'rgili bo'ladigan bo'lib qoldi. Bu Parizodning sehriy kuchi ekan. Bunda qilganda uyqudagi malika qiziq singan yo'lovchilarning dahlisiga uchirmaydi ekan. Aradan 100 yil o'tibdi. Bir shahzoda bu yerga ovlig'il kelib qopdi. U qo'yuq o'rmonlik ustidan ko'rinib turgan qal'a munorining uchini ko'rib, yo'ldan o'tib ketayotganlardan bu yerning qanday joy ekanligini surishtiribdi. Har kim o'zining anglagan bilganlari bo'yicha o'xshashmaydigan javoblarni berishibdi. Ba'zilar bu jin shayatullar makon tutgan qadimiy qal'a debdi, yana ba'zilar bir to'p jodugarlar bu yerda orom ilyotdi debdi. Ang o'rtoq parang shu bo'ptiki, qal'ada bir jin bor ekanmish. U har yoqdan kichik bolalarni tutib kelib yeydi ekan. Boshqalar uni qo'rqitishga amonsiz ekan. Chunki bu qo'yuq o'rmonlikdan faqat ashu jinni o'talaydi ekan. Bir muisbitli qan shahzodaga Şahzadem, 50 neçə yılın oldida mən dadamdan bu qalada dünya bo'yicha eng güzel bir malikaning barlığını anlagan edim. O bu yerda 100 yil uxlagudek, ondan keyin bir shahzoda kelib uni uyg'otgudek, u o'zining ko'nglidagi odamini kutayotgudek. debdi. Bu gapni anglagan hamon shahzodaning hissiyoti urg'ubdi. U darhol qal'aga kirib, ishning zodi qandaqligini ko'rib boqmoqchi bo'ldi. Shahzoda amdil o'rmonlikqa yaqinlashishiga dal-daraxt va ozg'onlar o'zligidan ikki yoqqa ayrilib uningga yo'l ochibdi. U o'zi mangan yo'lning oxirida ajoyib hayvat bir qal'aning qad ko'tarib turganligini ko'rib, hayratlanib u yoqqa mengibdi. Uni hayron qoldirgani shu bo'ptiki, uning kaynidala o'rmonlik, ya'ni o'zligidan kiralishib ketib, birmu hamroyi uning bilan birga kirolmabdi. U tanha holda olg'a qarab mengibdi. Shahzoda qal'aning oldi ho'ylasiga keldi. Atrof qo'rqinchli timtasiq cho'mgan bo'lib, hamma joyda odamlar va hayvonlar o'likda yetishib ketgan ekan. Lekin u ba'zi muhofizatchilarning burnining ustiga sapki chiqib ketganligini va yuzlarining qip-qizil ekanligini bayqab, ularning totliq uyquda ekanligini bilibdi. U yana ularning romkalaridagi haroq yo'qini ko'rib, haroq ichayotganda uxlab qolganligini tushunibdi. Shahzoda marmardan yasalgan ho'ylidan o'tib, muhofizatchilar zaliga kiribdi. U yerda muhofizatchilar to'liq qurollangan holda sabras turg'udek. Ammo hammasi xo'rak tortayotgudek. U bir necha uyga kirib beqibdi. U uylarda to'p mo'tavarlar va esilzodi xonimlar, ba'zilari o'ri turgan, ba'zilari o'ltirgan holda uyquga g'arq bo'lganmish. Uyg'uninglar, chaqqan uyg'uninglar.
Shahzoda qayta tovlab beqibdi, ammo hech kim uyg'onmabdi. U oltindek chaqnab turgan bir hujraga kirib, azaldan ko'rib boqmagan bir go'zal ko'rinishni ko'ribdi. Kim xapturdan yepilgan bir karavotda 16 yoshlardagi bir malika yotgudek. Uning beg'ubar go'zal chiroyidan nur chaqnab turgudek. Shahzoda g'alildab titirgan holda asta yiqilishib, malikaning go'zal jamolini tomosha qilg'ach, uning yenida tizlanibdi. Shahzoda ixtiyorsiz malikaning oppoq, yumron qo'liga birini suyibdi. Ishonamsiz, ishonmamsiz, ixtiyor o'zingizda. Shu hamon ajoyib bir mo'jiza yuz beribdi. Parizatning sehri yeshilib, malika uyg'onib ketibdi. U burundili shahzodani to'niydigan qiyofatda illiq nazar bilan uningga qarab, "Bu sizmi mening shahzodam? Siz meni bak uzoq kutdingiz-ku deyman-a?" debdi. Malikaning so'zlaridan shahzodaning dili yayrab ketibdi. Shuningdek, malikaning so'z qilgan chog'dagi qiyofati uni qattiq maftun qilyapti. U malikaga xushaligi va minnatdorligini qandoq bildirishni bilolmay qoldi. Malika uningdek o'ng'aysizlanib ketmabdi. Chunki deydiganlarini Parizat uning diliga silib qo'ygan ekan. Ular 4 soat sirdishibdi. Ammo demoqchi bo'lganlarning yerimini tugatolmabdi. Ordadagi kishilar malikaning kaynidili uyg'onib, o'zlarining vazifasini esiga oldi. Ular uyg'onibla qo'rsqining qattiq ichib ketganligini his qilishibdi. Kenizaklar boshqa kishilarga o'xshashlan tovlashibdi. "Malikam, tomoqqa marhamat qiling." Malikamu qo'rsqining ichib ketganligini his qildi. Shahzoda malikani yo'lab karavotdan turg'izibdi. Malika chiroyli kiyimlarni kiyibdi. Shahzoda bu kiyimlarni ko'rib, o'z mo'misining kiyimlarini aslabdi. Bu kiyimning purlashgan, keng yoqsimi bor ekan. Biroq u malikaning go'zalligiga qilcha nuqson yetkazolmabdi. Ular aynaklik mehmonxonaga kirib billa qizalanibdi. Xizmatkorlar atrofida mulozimat qilib turibdi. Sazandilar skripka va go'buy bilan klassik musiqalarni o'rindabdi. 100 yil mobaynida chelinib boqmagan bu musiqalar yana intayin yiqimliq anglanadi ekan. Butun qal'adagilar, hatto hayvon va uchar qanotlarmi uyg'onibdi. Hammaylar malikaning intayin go'zal va tetik ekanligini ko'ribdi. Bir necha kundan keyin 100 yil jimjit uyquda yotgan qal'a yana qizib ketibdi. Shahzoda bilan malika katta to'y murosimi o'tkazibdi. Qal'adagilarning hammasi to'yga qatnashib, ularning xushalligiga hamdam bo'libdi. Sho'x kulkilar, yiqimliq naqshi musiqalar yangrabdi. Shahzoda bilan malika cheksiz baxt tuyg'usiga cho'milibdi. Shuningdan tortib, bu bir jup qiz yigit kishilarga oz nasib bo'lgan baxtli turmushga erishibdi. Umaxlarim, uyqudagi soyib jamol oxir uyg'ondi. Xushal bo'ldinglarmi? Menmu malika bilan shahzodaning baxtli turmushga erishganligini ko'rib, bak xush bo'lib ketdim. Yilqi qeyri jodigar baklam askigan-a? U bichor malikani sehrlab 100 yillik uyquga g'arq qildi. Lekin oq ko'ngil Parizat malikani qutuldirib qoldi. Shahzodami bak botirgan-a? U nurg'un qo'rqinchli gaplarni anglabmi, parvo qilmay o'z ko'z bilan ko'rib beqish uchun o'rniga kirdi. Parizatning oq ko'ngilligi, shahzodaning botirligi bizni haqiqatan suyundirdi. Kech bo'lib ketibdi, umaxlarim, amsa bugun baldir uxlanglar. Adim shu vaqtda Dilola undidar salonni ko'rishaylik. Tatli tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.